Mavluda Hayitova cho'ldagi olis hududda ishlaydigan yagona notarius. Chunki avval faqat bir-biriga qo'shni, ammo masofasi ancha yiroq bo'lgan Navbahor va Kanimex tumanlarida birgina notarius ishlagan xolos. Endilikda Mavluda Hayitovani Navoiy viloyatida eng ko'p meros ishlari bo'yicha notarial harakat bajaradigan notarius sifatida tan olishadi. Navoiy viloyati Kanimex tumani asosan ovullardan, uzoq olis ovullardan tashkil topgan. Ovullardan tashrif buyuruvchi murojaatchilarimiz, ya'ni fuqarolarimiz shu qonun doirasiga to'g'ri kelmagan iltimoslarni so'rashadi. Shu narsa zeriktiradi albatta meni. Tushuntiraman degancha oson bo'lmaydi albatta. Har bir fuqaro va murojaatchining maqsadi tezroq ketishini xohlaydi. Notariusning asosiy vazifasi esa fuqarolarning huquqlari buzilishini oldini olish va ularga tegishli bo'lgan hujjatlarning qonuniy ekanligini tekshirishdan iborat. Bugun notariat tizimida yangilik bisyor. Notariat sohasining raqamlashtirilgani notariuslar uchun katta qulayliklar yaratdi. E-notarius axborot tizimining ishga tushirilgani tufayli ortiqcha ovoragarchiliklar, byurokratik to'siqlar barham topdi. E-notarius o'z axborot portali orqali notarial harakatlar masofadan turib rasmiylashtirilmoqda. Bu O'rta Osiyoda birinchi bor bizdan notariusga bormasdan turib amalga oshirilgan onlayn notarial harakatdir. Fuqaro notarial idoraga kelmasdan turib voyaga yetmagan farzandini chet davlatga chiqishga rozilik ariza berishi mumkin. Shuni videokonferensiya aloqa orqali rasmiylashtirish mumkin. Mazkur xizmat test rejimida ishga tushirildi va yil boshidan to'liq tatbiq etilyapti. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida ayrim notarial harakatlarni amalga oshirish uchun notarial idoraga bormasdan, navbat kutmasdan, uydan yoki dunyoning istalgan joyidan turib ayrim notarial harakatlarni masofadan, ya'ni videokonferensiya aloqa yordamida e-notarius o'z axborot portali orqali amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Endilikda e-notarius o'z axborot portali orqali mol-mulkni boshqa shaxsga o'tkazish bilan bog'liq bo'lmagan ishonchnomani tasdiqlashni, ijro xatini yozishni, arizadagi imzoning haqiqiyligini shahodatlashni, shuningdek to'lovlarni ham amalga oshirish mumkin. Endi bizni Kanimex tumani asosan har xil millatlar ko'p bo'lganligi sababli shu o'zbek, qozoq, rus tilida ish faoliyatimni olib boraman. O'zlarining tilida harakat qilaman tushuntirishga. Shunda meni tezroq anglaydi va tezroq bir-birimiz bilan til topishib ishlarimizni tezroq ularning ishlarini bitirib berishga harakat qilaman. 3800 ta aholi soni bo'lib, bir oyda 120-150 ta notarial harakat amalga oshiraman. Qozog'iston, Rossiyaga xalqimiz ko'chib ketganligi sababli Minsk konvensiya bo'yicha ishlarni olib boraman. Notariat sohasida meros ishida juda bir mukammal bo'lib, merosxo'rlarimiz ya'ni tarqalib ketganligi sababli asosan shu konvensiya bo'yicha ishlaymiz. O'zi yaxshi ko'raman meros ishini, meni joyiga qo'yib ishlaydigan notarial harakat hisoblanadi. Faqat shu taraflar kelishsa bo'ldi. Man Kanimex tuman Sarjal Ofi O'rajdan qishloqdan kelib turibman. Men 6 soatda uy sotishga notariusga kelgan edim. Qozog'iston Respublikasiga ko'chib ketayotgan sababli uyimni sotyapman. Qishloqdoshimga keyin o 6 soatimiz yaxshi o'tdi. 1 soat ichida osongina o'tkazib berdi. Bu yerda yana bitta xursand bo'lgan joyim, hamma narsa bazaviy ekan. Shu to'lovlar hammasi bazaviy ishlab turibdi. To'lovlarni baza orqali ishlab, sraz telefon orqali kelar ekan atvetlarni. Shu yerning o'zida ham bitta hech yerga avvora bo'lmadik.
tushunsa ham xursand bo'ldik. Har xil fuqarolar murojaat etadi, albatta asabiylashib, tushunmasdan, jahl qilib chiqib ketadigan murojaatchilar ham bor. Albatta guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi degandek, tushunib, muomala qilib minnatdor bo'lib ketadigan fuqarolarimiz ham bor. Bugun oldi-sotdi shartnomasida, ko'chmas mulkni oldi shartnomasida oluvchimizni NEPga qaratilgan qarzdorlik bo'lganligi sababli notarial harakatni to'xtatib, fuqaroga tushuntirib, qachon bartaraf etib kelgandan so'ng notarial harakatni davom ettirishni tushuntirdim. Ikkinchi ko'chmas mulkni hadya qilish shartnomamizda esa bir taraf vafot etganligi sababli vorislik huquqi qo'llaniladi. Shunda otani qismiga rozilik arizalar olishligimiz kerakligi bo'lganligi sababli u ishni ham to'xtatib turdik. Sababi ariza beruvchilarimiz chet davlatda, ya'ni Qozog'istonda. Ularni rozilik arizalarini olgandan so'ng notarial harakatni davom ettiramiz. Ular aytadiki, nima uchun? Bizlar o'zimiz qurganmiz-ku, bolalarimizni nima haqqi bor deb fuqarolar injili qiladi. Qonuniy tushuntirishlarni olib borgandan keyin tushunchaga ega bo'lib, minnatdor bo'lib ketishadi. Notarius xuddi Femida kabi tarozi. Sotuvchi ham unga bir xil, oluvchi ham unga bir xil. Shunaqa qahramonimiz el qatori yashaydi. Chunki u boshqacha yashashni mantiqsiz deb tushunadi. Oilasi va kasbi borligi uning baxti. Hatto olis cho'lda ham u baxtliman deya oladi. Baxt esa oddiylikda. Notariuslik kasbi men uchun kasb emas. Men uchun bu hayotim mazmuni. Bu kunga yetguncha oson bo'lgani yo'q. Dadam sudya bo'lishim xohlagan, endi shu o'zi topshirgan, o'qolmaganda, nima bu mablag' tarafdan to'g'ri kelmagan. Keyin bolalarimni hammasini o'qitaman. Hammasi o'qimishli bo'ladi, organ ishlarida ishlaydi deb nima qilganda, qalbida bo'lganda shunday nimasi istagi, dadamni istaklarini amalga oshirish uchun qancha qiyinchilik kelsa ham qaytmasdan, kichkina summada oylik berilsa ham ularga qaramasdan shu oldagi qo'ygan shu maqsadimga erishish, men shu notarius bo'lishim kerak, bo'laman deb qalbimda tuyganim bor edi. Xudoga ming shukr, mana bugun shu kasb bilan Alloh siyladi. Hamma uchun notariuslik bu kasb bo'lishi mumkin, lekin men uchun bu hayotim mazmuni. Har bitta Hayitova Mavluda Vapakulovna deb yozilgan paytda har doim dadamni nima qilaman, dadam uchun qo'yayotganday bo'laman-da, imzoni, muhrni. Faxrlanaman shu kasbim bilan. Menga ishonch bildirganlarga kattakon rahmat.